Hey yo, hamma sizlar bilan Leon Gaming. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda salom birgalikda Marche ekranida turgan Pizza Shop Simulator o'yinini qanday ko'ramiz. Bugungi videoda bizlar nimalar kutyapti, nimalar kutmayapti, buning barchasini albatta video davomida buning barchasini albatta video davomida bilib bo'lasiz. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, chunki men bugungi videoni boshladim. Xo'p. Qo'yamiz. Ko'rdinglarmi? Уже опытный, уже. Bu o'yin haqida qisqacha endi aytadigan bo'lsam, ma'lumot beradigan bo'lsam, tak. Bu o'yin internetli, lekin Tekken Play Marketda bemalol xarid qilishingiz mumkin. Play Marketga kirib, lekin yomon tomon shu internetli ekanda. Ataq o'yin menimcha normal bo'lsa kerak. Ko'ramiz xolos video davomida. Qanaqa o'yinchi, bitta oldi, hop, bo'ladi. Hop. 5.25 to'g'rimi? Okey. Hop. Bu opachin dalichkada o'zi o'yin boshida ko'rsatadi, shunaqa o'rgatadi, choy kak etadi, xolos hammasini o'zi o'rgatadi, ko'rsatadi. Hop. Endi bu yerdan o'zimiz tayyorlasak bo'lmaydimi? Yo. Buni ishlatmaymiz, chunki men bilaman bir narsalar kerak bo'lishini keyinchalik. Lekin atak kompyuterni olibdi, lekin kompyuter dam yomon kompyuter xolos. Hop. Bu bizda uyimizdan boshqa narsa ham yo'q, to'g'rimi endi? Xolos. Qo'yamiz ekan mamtga. Hop, buni ham baholaymiz. Buni necha dollar qo'ysam bo'ladi? Taxminan shu 2 nechaga chiqsam bo'lar ekan? Mayli. Hop. Pizza pishdi deydi. 50. Sotib olamizmi o'shanning ichida ham? Yap, parasati. Hop, mayli. Vashi ko'p o'rgatyapti, lekin 2.25. Hop, normal. 2.25. Okey. Let's go baby. O'rnimizdan turib bo'lmaydimi? 2.25. Okey. Bo'ldi. $14.75. Endi tursa bo'ladi, xo'p. Yaxshi. Nalichkalar sotib oldik. Endi litsenziyami nalichkalar uchun? Litsenziya. Hop, over pepperoni pizza uchun alohida. Voy. Okey. Mana bitta endi reklama chiqibdi. Boya aytganimdek, internetli bu. Mana shu tarafini lekin yomon qilibdi, lekin bo'lmabdi mana shu tarafi. Lekin buni hisobga olmasak, o'yin yaxshi. Tak. What is it? 17.25 da. Tak. 17.75. Okey. Captain. Hop. Pizza. Hop. Upgrade qilsa bo'ladi. O'zi chiqarib turadi, to'g'rimi? $100 ga upgrade qilsa bo'lar ekan, yo'q. Tushunarli. Tak. Mayli, reklamada chiqib turar ekan endi. Deb bitta chiroyli gap gapirardim, mayli, videoda gapira olmayman. Осуждаем. Hop. 5.25. Hop. Okey, sana reklamanga. Nima qilamiz endi? Bular ham pul ishlash kerak, to'g'rimi? Mayli, endi chidaymiz endi. $50 ga upgrade qilsa bo'lar ekan keyinchalik. Da. 7.75. Keyingi level deydi. Hop, shungacha biz marketga kiramiz. Hop, yaxshi. Shuni bittasini $40 bo'pti hali.
10-25 okey. Oho, biz u yangisini qachon olib bo'lamiz? 550. Manimcha bugun olmaymiz uni. Ana narsalar sassak bo'lardi. Produktga kirib, sassa mana qilaverma. Tak, ko'la olsak bo'ladi. Mana buni olib turamiz. $56 deydimi? Davay, davay. Ne yo'q. Mana to'xtab qolar ekan olmasak. Olib turish kerak ekan. Вот kerak masala. Tushunarli. Okey. $100 ga har bir upgrade qilmaymiz. Tak. Apa bittasini oladi, men bittasini qo'yaman. Tak, sizga 475 olishim kerakmi-da? Okey. Mayli, yana reklama chiqdi. Sassa. Xo'p, sizga 950 qachon kerakmi bo'ldi? Apa to'xtab turing, pizzalarni qo'yib yuboraylik-da. Hozir yana to'xtab qoladi. Xo'p. Yaxshi. 525. Okey. Yo, bro. 525. To'xtab turing, hozir bitta marketga olib turing. Hozir mana shu narsalarni taxlamasam bo'lmaydi-da. Ochamiz. Fridge. Voy ahmoq. Ko'lani qayerda saqlamoqchi? Shu yerda sotmoqchi eding? Voy, fridge olishimiz kerak endi. Холодильник. $250. Ayo, fridge. $200. Yo'q, mana shu ham endi. Voy. Yeb qo'ydik. Yeganni ham yeb qo'ydik. Sizga biz yemadik, o'zingiz yoshlar, to'g'ri. Menday. Onu yeldik. Nolan. Optimasam bu. Kötü olmayapti. Hop. 525, okey. İşte pizza yaxshi. $49.50. Хорош. Yo, bro. $14.75. Hop. Hoppa, hozir kutding. Bir minut kutib turing. Yaxshi. 3 4 10 talab olmaysizmi, opa? Zakaz berib ketmaysizmi? 20-30 talab. Mayli, nima qilamiz endi? 25 yaxshi. Deydi. Brat qo'ydimi? Yo, bani babam rat. Hozirgina qo'yganim ko'rmadi brat shekilli. Brat shuning uchun orqaga qarab turish kerak, orqa oldinga qarab turish kerak. Brat tezmi qoldi. Mayli, endi tepada turgan reklamaga endi e'tibor beramiz. Endi jay e'tibor bersam, xuddi bir sizni kanalingiz 1 million obunachiga ega gapirib yotibsiz deyapsizlar. Bilaman. Ja million bo'lmasa ham endi tekin reklama tekin ishlar qopqonda bo'ladi deydi-ku. Endi tekin reklama endi yaxshi emas endi o'yin mayli. Tak. 14.75. Okey. Tak. $122 bo'ldi. Yo'q, parasiti. Qo'ydilar. Open qilamiz. Endi bu fridge yo'q-da, to'g'rimi? Shu yerda turadi. Box ochamiz. Free. Kartoshka free. Tak. Hozir. Haligi 525. Okay, let's go. Işte mana bo'larkan. 1575. Nima? Brat. Nima? Cheese kartoshka to'lib ketmaydimi?
Tak. Produkt 2, 3 da yo 4 ta. Day 4 ta. Davay 4 ta 8 qilamiz. Ne yo'q. To'g'rimi? 4 ta, 5 ta, 10 ta, 20 talab 8 qilmaymiz biz. Tak, anavi kelishini ham kutamiz. Mana bularni ham biroz joylashtirib turamiz. Ertangi kun uchun bu. Tak, tepaga kartoshka pure qo'ysak, pastga anavi qo'yamiz. Bo'ldi. Dim yomon. Dim yomon. Dim yomon. Tak, hozir menimizga nechta chiqdi? 1 2 3 4 ta chiqdi. 4 ta 8 ta bo'ldi. 8 tasi o'zi bir 40 50 dollarcha bor desa ham bo'ladi-da, to'g'rimi? 50 dollarcha bor desa ham 100 na, bo'ldi, tushunardim. Da. 525. Bu ham 525. Kartoshka. Hop. Okey. Hozir bir minut. Ushaptir. Endi qilib tak, o'yin normal edi, o'yin zo'r, lekin mana shu reklama chiqishi. Mana shunisi bo'lmas ekan. Qolgani atak zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Deymizda ketamiz bu yoqqa qarab. Hop. Yaxshi. Brat, yaxshi. 22,50 yoki. Ko'rdilarmi birinchi kunda? Ko'rdilarmi? Aytdimmi to'ldirib qo'yishga. Sizlar yo'q, boshlavering, oz bo'lsa ham bo'laveradi deysiz. Mana, normal. Menga ishoninglar, sizlar menga ishoninglar, bo'ldi, всё. Bo'ldi, endi ko'tarilib, endi ko'balt olamiz. Endi aniq olamiz, ko'rdilarmi? Yoraman bunaqa biznес. Yo'q. Oh, deb qoladi. Biznesmeni ko'rgan paytda o'zini ochib qoladi. Ishoninglar, o'zi biznes so'zi o'zi ma'nosidan kelib chiqqan bo'lib, yorasiz, qoqasiz degan ma'nolarni anglatadi. Ishoninglar, vashcha ko'tarilib ketdik. Ko'rdilarmi, o'zi navbatga turadigan qoldi odamlar. 450. Bu ko'tarilgandan davolat beriladi. So'z ko'tarilgandan davolat beriladi. 80 yo'q, 81 da. 250 da. 975. Ko'rdilarmi, o'zi navbatga turadigan darajada ko'tarilib ketdi. Yo'q. Pizza. Hop. Brat, yo'q, bro. 50 25. 40 325. Yo'q, bro. Okey. Haliga anavi menimcha normal narx. Qisib turlaring deyapti mana opa. Ko'rdinglarmi? Opa biladi-da meni. Ko'rdinglarmi? Yaxshi opa ekan. Qisib turlaring, hozir keladi narxini to'g'rilab deyapti mana. Orqasiga ham aytyapti, to'g'ri ko'ryapsizmi? Biladi. Uzr. Bilat uzr, adashib ketdim. Hayajonlanib ketdim. Hayajonlanma deyapsiz. Bilaman. Hop, mana to'lib ketdi endi. Mana shu bitta ish javob qo'ysa yomon zo'r bo'lar lekin. Atak o'zi qo'yib qo'yadigan bu. Men narxini nimaga so'raveradi? O'zi aytiradigan bo'lsam aytaman. Uzr. Opa, qisib turing deyapti, bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? O'ta madaniyatli-da bular. Hop. Opa kimga gapiryapti endi? O'zi gapirayotgan bo'lsa kerak menimcha. Yo'q. Sekin pichirlab, men nimadir deyaptimi? Opa nimadir deyapti? Deydi. Menga gap topma, men yoqmasa kelma. Menga o'zi deydi. Ko'rasizmi? Berat. Tak, okey, to'xta, ana pichirlar ko'payib ketgan bo'lishi mumkin. Aytdim-ku. Lekin ata zo'r ekan, o'zi pishirar ekan, mana shu tarafi zo'r ekan. Ana frilar qolmadi.
Zakaz ham berishim kerak menimcha. Kartoshka free. Boy. Keanu. Ya. Keanu narsani ham zakaz qilsam bo'ladi-a? O'zi ikkinchi pepperoni pizzani zakaz qilsam ham bo'ladi. Pepperoni. Hop. Hozir. Bir minut ushlab turinglar, bir minut ushlab turinglar, bir minut. Bo'ladi, demaman endi. Yo'q. No. Biroq endi bir safar shu $39 tez bo'lmaydimi $39 bir safar, a? Astaga $39 bilasizmi qancha pul ekanini deyapsizlar. Bilaman. O'shaning uchun aytyapman-da $39 tashib ketsangiz bo'lmaydimi deb. Hop. Demaman pizzachilarimiz bizlar. Ko'tarib keting. Yeplab bo'lmay ketgan pizzachilarimiz. Hop, $15. Yo, bro. 975, okey. Da haligi anavini bittani o'qib qo'ydi, anavini o'qib qo'ydi. O, $250 dedi. 53.25. Hozir 250 bo'lsin. Sirasi ters bittaveramiz. Ters qo'yamiz. Aha. To'xtab turing birat. Hop. O. Uzr, I'm sorry. 975. Tak. Hozir bo'ldi. Ish tamom. Уже tamom. 750. Bo'ldi. Ters bittasini qo'yamiz hozir. Doy. Ters bo'ldi все. Ketdi. Уже tamom. Ishoninglar, уже tamom. Уже tamom bo'ldi все. Yorib qo'ydim. $15 hop. Aha. Tak, hop, brat. Yo, bro. Aha, yaxshi. Hop. Ya bizni anavilarimiz freelarimiz kelib qolgan. Aha. Yaxshi. Hozir 13 sekundagi Switch yanimiz keladi. 975. Pepperoni pizzamiz keladi. Ana pepperoni pizzamizni pishiradigan apparat. Pepperoni pizza emas. Ha, pepperoni pizza. Tak. Bizga kerak suv. Suv. Tak, o'tirib yeydigan narsa bor ekan. Tak. Fridge kerak bizga. Kelasi $500 deydi. Endi $500 maqsad? Da. No, ata keyingi videoda qilsa. Voy, brat, uzr, adashib. Hayajonlanib ketdim. Hayo bilan bo'l, uzr, I'm sorry. Bo'ldi deyapti. Hop, brat tushungan brat ekan, ko'rdinglarmi? Yaxshi dedi. Aha. Vo. Okey. Bizni noviyimiz keldi. Vo. Muborak bo'lsin. Yangi anavlar muborak bo'lsin. Pepperoni pizza. Okey. Endi bittasida oddiy pizza turadi. Bittasida pepperoni pizza turadi. Shu yerda tursin. Astaga yerda turish g'alati emasmi desalar, yo'q, normal. Buncha alohida fridge olmoqchi edim. Buncha alohida fridge olish kerak-da, lekin. Mana ko'raylikchi. Mana $250. Yo'q. 15. $250 ekan. Mana pepperoni pizza qanaqa bo'ladi? Tak. Ya. Mana. Normal. Tak. $250 ga olsam yaxshimi yo buni olsam yaxshimikin ham?
o'ylantiryapti, atak o'ylantiryapti. Tak, Mahmudga tashlab turaveramiz. Aziz aka yerga tashlash g'alati, unaqa qilmang deyapsizlar. Endi nima qilamiz? Yo'q, parasati. Hatto shelf bo'lganda ham bo'lardi, lekin anitda hali anavilarimiz bor. Mayli, xo'p. Azizlar, menimcha bugunga video shugacha yetadi. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, unga like bosinglar va kommentariya yozib qoldiringlar. Davomini chiqaraymi? Agar yaxshi chiqaring, ko'proq chiqaring desanglar, iloji boricha ko'proq daqiqa qilib chiqarishga harakat qilaman. Bo'lmasam keyingi videolarimizda ko'rishguncha deyman, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.